man kelmasam kim keladi? Azap oxir. Men kelishim kerak siz olingizlar. Bir savetlar bilan keldim. Sizdan maslahat olish uchun keldim. Shu desangiz, ayam o safar kelganlarda uyqum noto'g'ri dedilar. Siz nimadir beruvdingiz ichishga. Nima beruvdingiz? Bo'yna telefon qilib zakaz qilib qo'ydingiz-ki, shoshilotgandim. Mana tayyorlab qo'ydim. Shaydimi? Mazgavoyi. Ha, shu. Mazgi iching, razgi bo'ling. Mazgi shumi? To'ppa-to'g'ri ana shu. Yomon bo'lmas ekan, bilasizmi? Azapa, mazgi razgi ekan bu. Ha? Ha, to'g'ri. Massa kim necha marta shu haqda ma'lumot berdim? Necha marta sizga o'rgatdim, aytdim. Siz o'zingiz olmadingiz. Birinchi ayollar olib beray, bachalarim bo'lsin, dadamlar olib beray, xolalarim olib beray. Endi navbat o'zizga keldi. Shu. Endi meni ham bering. Birinchidan garang bo'libdi. Birinchi biz o'ylashimiz kerak, bilasizmi? Hayotda shu rost ekan. Shu rost ekan. Men kiymabman, qarang-a. Kiymabman-da. Shu hozir keldim endi. Kech bo'lsa ham naqa kelin baribir olingizlar. Kechmas. Hali kechmas. Hali yoshsiz, hali 18. Tarkibida 12-16 xil vitaminlar, aminokislotalar, mozgovoy lecitin, taurin, magniy elementlari kechasi uxlashimizni yaxshi qiladi. Bizlarning nervlarimizni spokойно qilish uchun hamma narsa mujassamlashtirilgan. Kerak bo'lsa, hazm faoliyati bilan bog'liq, jigar bilan bog'liq muammolar hal qilib beradi. Ariqlashga yordam beradi. Ariqlatadimi? Ha? Aytdim. Eslar tushyapti jonimlar. Aytdim. Shundanmi? Ana shundan men sirrochni aytishim kerak hamsiyalarimga. Buni qo'shib ana u choydan olsalar, Qaschu? antilipid choy. Firuza aytibdilar antilipid deb. O'shami? Ana shu choy. O'shandan ham qo'shib bering mana. Mana qo'shib olsangiz, vobshe zo'ralik qiladi. Hazm bilan bo'lgan hamma muammolar ketkazadi. O't xaltada muammo bo'lma. Nimada ana choyimiz. Ibi osmondan tushdimi bu? Qoqdan tushdimi? Qanday zo'r narsa ekan. Olaman desangiz bilasizmi? Yerdan ham chiqadi bu narsa. Shuni choyingiz. Shu bemalol. Buni nima sahri ham zo'r dotdingizmi? Edi sahar tushiradi. Insulin birinchi navbatda insulin rezistentlik, ya'ni sahra bo'lgan moyilligi pasaytiradi, undan keyin sahar balansini tushiradi. Oshqozon osti bezidagi muammolarni yo'qotadi. Ozishi, tezlashtiradi. muammo. Sahar. Mana bor ekanki, ichinisi. Nima aytmisiz? Buni chiqib aytish kerak, oxir hamsiyalarga chiqib aytish kerak. Panjoba ketib aytish kerak bular borligini. Hech kim bilmagan. Necha marta aytdim. Obgi tengashdagiza shu choydan damlavering gashtakchilar deb. Buni olib ketsam damlaveraman. Bo'ldi. Buni zapas qiling. Bu ketadi bu. Bu 2 kun qolmay olarlar, hamma olar. O'ziga ketib aytsam hamma olar. Buni o'nta xususiyati bu. Jigar tozaldi, oshqozoni hazm faoliyatini yaxshiladi, pochkadagi toshlar, tuzlar tushiradi, jenskiy muammolarga foyda, gormonal balansi joyiga keltiradi. Eng asosiysi issiq ichsangiz davleniya tushiradi. Sovuq holda ichsangiz tushgan davleniyani ko'tarib beradi. Iliq holda ichsangiz chiriknoy bo'lgan davleniyalari balans holatiga keltiradi. Qanday yaxshi narsa ekan. Bilsam onlaydan olaydim. Yuribsiz siz necha marta aytdim, 210 mingdan qochib. Odamlar 1 million apteka beribdi, shuni olsalar bo'lmadimi? Shuni aytinglar. Mana bu pastangizni tayyorlab qo'ydim. Ha, ana shu so'ratdimmi men? O telefon qilib sizdan uyim o'rganim qolmadi. Azapa, shu edi, shunaqa mamaza edi. Yo, bundan ham yaxshisi bormi? Ana shu. Shu edimi? Shu edi. Karabkasi o'zgardimi? Mana tushunmadim. Ana shu edi, точно shu edi, qani. Ha, ana shu edi. Tishlari oqartirib ekanmi, bilasizmi? Tishlari oqartirib, tishdagi necha yillar davomida toshlar yig'iladi, tishlari ketib tozalatadilar, necha pul berib. Ana bundan 1 oy, 2 oy har kun foydalansa, o'sha toshlarni ham tushirib beradi. Karies o'rnini oladi. Hattoki immudon sifatida foydalanib, iste'mol qilib yeyish mumkin buni. Tomoq og'rig'i,
traxeya yo'llaridagi shamollashlar, hozir hamma bachalarda shamollash har xil kasalliklar, virusli infeksiyalar ketyapti. Mana oldini oladi mana shu narsa. Ana tabiiy botoksmi bor dotdingiz? Qanday botoks, tabiiy botoks? Mana Botoksmi nima deysiz? Silvaris kremi so'rabsizmi? Ha, tushundimmi? Mana shu Silvaris krem biz yuzdagi hamma muammolarni ketkazadi, 7 ta etapda ta'sir qiladi yuzga. Keyin buni домашний kosmetolog sifatida foydalanish mumkin. Bu Silvaris bilan buni apparati ham bor. Bemalol siz Silvaris krem olganingizdan keyin qanaqa qilib apparatini sotib olib va unda qanaqa qilib foydalanish mumkinligini o'zingiz estetik kosmetolog sifatida bu Silvaris kremdan foydalanib odamlardan sovg'a qilishingiz ham mumkin. Qanday zo'r narsa ekan. Uni kosmetologlar eshitmasin. Kosmetologlar ketadi. Qolmay qoladi bu. Kosmetologlar eshitsa, uni o'zbeklarga sotinglar, kosmetologlar so'm pul qiladi buni olib bitib. Bu 200 ming bo'lsa, 300 ming qilib, 400 ming qilib sotadilar buni so'g'in. Uni ko'rsatmang. Azabimni ko'rsatmang, bu tushuntiring. Yoshuntiring. Buni akkuratni ishlatishimiz kerak buni. Buni o'zbeklar aytish kerak, o'zbeklar. Kimda problema bo'lsa mana, kelinglar azabimni olinglar. Hamma narsa bor, hamma narsa. Azaba o'zingiz ham qayerga narsalar bor edi. Yuzimni oqartirayotgan, nima deysiz? Shunaqalar bor edi. O safar olib ketgan nima shunaqa zo'r narsaga yopilishi xususini nima deysiz? O'zingiz naturalni qayerdan deb berasiz? Shunaqa zo'r hazm qilishim dahshat. Agar sizlar bizlarni shaxs agentimiz bo'lsangiz, agarda sizlar bizlarni rasmiy dilerimiz bo'lsangiz, ya'ni biz bilan agentlikda hamkorlikda ishlasangiz, oyida mana shu olma sirkalari farzandingiz uchun, o'zingiz uchun tekin qo'shib beriladi. Bundan sotib olaman desangiz, bemalol sotib olishingiz mumkin. Olma sirkasi bilasizlar, ko'p narsaga foyda. 66 ming va 35 mingdan sotib olishingiz mumkin. Yaxshi narsa ekan. Bu safar olganim ham kattasi edi, qolmadi, azaba shundan ham bering, haymi? Bering, qolmasin, so'ng gasam qolmadi demang. Bu bachama, bu qizlarim. Bu o'zimda tursin. Rahmat sizlar. Yeting olib keling, hamma qarindoshlaringizga ayting. Hozir ketib olib kelaman. Hozir qarab turing.